Xamir qilmasdan, gazda pishirmasdan 10 minutda tort tayyorlasa bo'ladi desam ishonasizlarmi? 2 dona bananni maydaroq to'g'rab olamiz. 400 gram smetanaga 2 osh qoshiq quyultirilgan sut solib, mikser yoki venchikda yaxshilab aralashtiramiz. To'g'ralgan bananni solib aralashtiramiz. Menda necha kundan beri yeyilmay turgan baliqchali pechenyelar bor edi. Shularni solib aralashtirdim. Chuqurroq qolib yoki idishlar bo'lsa, shunaqa videoda ko'rsatganimdek strichlab olamiz. Strichlangan idishga pecheniyali aralashmani solib, ustini tekislab, ustidagi strichlarini yopib, xolodilnikka 2 soatga qo'yib qo'yamiz. 2 soat xolodilnikda turgandan keyin shunaqa pechenyelar bir-biriga yopishib, tort shakliga kiradi. Ustiga xohishga qarab shokolad yoki yong'oq maydalab sepsanglar bo'ladi. Shunaqa osongina mazali tortimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, albatta tayyorlab ko'ringlar.